amroq lag'mini deb anglaganman, yana Oqsudagi eng donliq bo'lgan tamoq, eng o'xshaydigan bizning og'zimizda ta'mi qoldigan yana biz amroq lag'minining lobini, yana bizga ustoz yo'lliq, ak yo'lliq bizniki ustozimiz, yana shularimiz tijorat sohasiga ak yo'lliq ustozimiz Odiljon ustam, Abja akam bizniki 2-qirg'in naq maydon do'yin tarbiyalash darsiga meni bala ko'rmay, kichik ko'rmay qatnashib nayt yaxshi o'zligi tajribalarini bizlar o'rtoqlashib yaxshi darsda hamda bas bo'lishdik. Noz aka bir ish eg'iz so'zlarini mush to'g'ri oldidagi mishalki mush do'stlarimiz bilan bir o'rtoqlashgan bo'lsak. Men hamda do'yin darsligini necha vaqtdan anglashganga oid orzu qilib fursat bo'lmagan. Men bu do'yin kasbini bilan qo'ra yurishtirib elib menyapkan, ammo piyadalik mukammallik bo'lmagan. Bizda nurg'un chala bir ishlar bo'lgan. Men hamda sizning qishingizga do'yin darsi o'rganmada berib, bu darsni men aytdim, muvaffaqiyatli o'rgandim. Ammo lekin buningga ketib men qo'shib bergan yana bir narsa bor. Bu notiqlik. Notiqlik degan bu hamda tijoratda, har qanday yashash maqdamlarimizda yoki boshqa kasblarni taraqqiy qildirishda bo'lmasa bo'lmaydigan bir ishda hamda buningmi joyida bir savatlarni berdingiz. Men sizdan hamda mushkatimga darsga tizimlatganimdan nayt söyündüm. Özüm hem de nurgun kemçiliklerimni texmi tonib yetdim. Texmi yaxşı qilishqa sizinki müşkettimki bizge bergen azraq bir uzuqlarınızdan texmi köplep sınıp kirip işlerimizde texmi yaxşı qilishimizga yaxşı türtkü boğusu. Hem de sizden işlerinizden mı bundan keyin cemiyette texmi imtiyazınızdan yuqorlap yani bizden mi yaxşı oquvchilarning sizin qo'lingizda tarbiyalanishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Hem de mishada ko'pchilikka demoqchi bo'lgan bir gap, Muattar efendimning darsini anglasangiz cho'qim siz manfaatlisiz. Muattar efendim sizga cho'qim eng yaxshi bo'lgan natijalarni, eng yaxshi bo'lgan bilimlarni tafsili bir singdirib beradigan haqiqatan fursatіңізді болып қалса үйгенсіңіз, мәнпәтін өзіңіз көрсіз. Рахмет. Сән шағылмағылым, рахмет айтылсын. Рахмет ака, yaxshi qo'llab berdingiz, yaxshi. O'zidan kim o bizning naq maydon o'zining tajribalarini aytib yaxshi o'rtoqlashib berdi. Hamda sizning besib o'tgan yo'llaringiz biznikidan jiq. Biz faqat to'rt iborada kichkina bir yerda faqat bir oldida azroq men qolganimiz uchun hamda sahnaga chiqib qoldik. Sizni bizni kichik ko'rmay darsimizni yaxshi turib berganingizning o'zi, biz degan madad berganingizning o'zi, bizning shu o'rgansamligida bizning dars qatnashganingizning o'zi bizning rost gap qilganda sharpimchi. To'g'ri, rasmiy bak faxrlanmayman. Siz ben amroq lag'minining lobini degan mishada meni qanaqla qatnasham darsiz pul etib qo'yib qalsam, shundan ras xo'shlab ketdim. Voy meni cho'ng bilibdi deb rahmat. Bilimdan hamda cho'ng kichik yo'q. Bilimliklardan cho'qim qancha cho'ng bo'ladi, qancha yuqori o'rinda bo'ladi. Cho'qim bilimni o'rganish bizning har birimizning boshlatib bo'lmaydigan majburiyatimiz ham vazifamiz. Buning hamdaligi cho'ng kichiklik masalasi emas. Kim iqtidorli bo'lsa, uning iqtidorini qabul qilish bu aqlonlik hamda men do'yinni qilgan bo'lsam, lekin sizdek yaxshi qila olmaganligim uchun sizning yaxshi bilimlaringizdan azroq o'ziq qoldim. Mushundan foydalanib men cho'qim texim yaxshi qilaman. Rahmat aka. Sizning so'zingiz yaxshilab kelsin. Mana ayni amroq lag'minimning lobini amroq lag'minim o'zim lag'mandek tatlı gaplarni qilib berdi. Mush to'g'ri oldagi do'stlarimizning orasida yana mush savdoni taraqqiy qildi olsam bo'ldi, to'rni o'rgansam bo'ldi, do'yini o'rgansam bo'ldi, to'rdan paylab tashviqotni uzam qilsam bo'ldi, texmi runaq topsam bo'ldi degan do'stlarimiz davomli turda bizning keyin qarorliq shu naq maydon do'yin tarbiyalash darsimiz har vaqt sizlarni saqlayotdi. Ayrim qadamga uchur qilib men do'yin o'rganman deb uchur qilib qo'ysanglar, keyin qarorliq darsimizni ko'rishimiz, mana darsdan keyin chiroyli ya'ni mush o'qish bitirish guvohnomasini sizlarga taqdim etamiz. Undan bo'lsa ayrim qadamda sizlarni saqlayman. Rahmat sizlarga, rahmat. Sizga rahmat. Rahmat.